Mana bu aslida yurak bo'ladi. Har bitta ishxonani yuragi, har kimga bu yerga dostуп yo'q. Bu yerda ishlab, ya'ni to'g'ri narsalarni qilyapsiz-ku, siz farachi emassiz. Siz yo'llarni xavfsiz qiluvchi odamsiz. Bu juda ham muhim narsa. Buni ma'naviy tomondan, savob tomonidan bu juda ham katta narsa. 4 ta olma olsangiz, bittasi kasal bo'lsa, ertaga 4tasi ham kasal bo'ladi. Keyin 4tasini tashamaslik uchun bittasini yo'qotish kerak joyida. Shart. Gapni ochig'ini aytaman. Mijozga siz nima sotasiz, nima qilasiz, nima qo'yasiz, qanaqa odamsiz, hammasi farqi yo'q. O'zini interesi bor. Ya'ni o'zi men nima foyda olaman, men uni oldiga borib. Qachonki siz nima foyda olishini tushuntirib bera olsangiz, o'sha payt mijozlar mana bu yerda очередь bo'lib turadi. Navbatdagi biznes razbor va avtomobil sferasini yanada kengaytirish va rivojlantirish tariqasida bugungi razborimiz bu Fara Center. Nurmuhammad, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nurmuhammad, tanishinglar. Bu kishi ham Fara bilan shug'ullanadilar. Tilim sal to'qiganiga e'tibor bermanglar. Xo'p, necha yildan beri ishlaysiz? Xo'p, 4 yilcha chamasi bo'lib qoldi, undan ziyodroq. Shogird yurgansiz 4 yil? Yo'q. 4 yilcha chiqib alohida ishlayotganimga. Undan oldin qancha shogird bo'lgansiz? 1 yil, 1,5 yil o'rtasida. Demak, 1 yilda o'z ishingizni ustasi bo'la olasiz. Ha, shunaqa. Kim o'zini ishini ustasi bo'lmoqchi bo'lsa, atiga 1 yil kerak bo'lar ekan. Xo'p, hozirgi kunda nima ish qilasiz? Hozirgi kunda shu fara remont, tuning, aslan shu asosan fara sohasi. Shu fara sohamizning ozgina bizneslar. Xo'p. Demak, fara bo'yicha barcha ishlar sizda ham bor. Demak, konkurentimda siz. Karvon kattayu, rizqi bo'le. Da. Bir ustaxonangiz o'zi aslida kelgan sababim sizga yordam berishga, ya'ni bozorda 6 yildan beri men va Avtobot kompaniyam barcha yaxshi kunlar bo'lgan, o'rtacha kunlar bo'lgan va o'sha menga o'rnak bo'lgan, ya'ni tajriba bergan. O'sha tajribamni bo'lishim uchun men oldingizga keldim. Avvalambor tashrifingiz uchun rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Endi har kim ham ochiq bo'la olmaydi bugungi kunda. Har kim ham o'zining ishini, ishxonasini ochiq oydin gapira olmaydi bu narsa haqida, chunki boshqalarni konkurent deb bilib o'zaro hamkasbiy g'arazli bo'lishi mumkin. Endi kimda qanaqa? G'arazlik. Hamma narsa bo'lishi mumkin bu dunyoda. Hamma narsa. Odam ichini bilib olmaydi. To'g'ri. Ham bo'lmasa ko'rsating ishxonamni. Xush kelibsiz ishxonamga. Kelinglar. Kelinglar. Albatta bu hazil. Demak, joyingiz mana bu yer. Joyimiz o'sha ko'pchilik bilgan Devo servisda Uchqahramon atrofida. STO nomer 3 adresni aytmadik-ku. Bemalol fara bo'yicha nima savollar bo'lsa, Nurmuhammadning oldiga kelsangiz ham bo'ladi. Bu yerda farani bu yoq yamoqxonamiz. Asosan, DTP holatida topilmaydigan mahsulotlar, o'sha tovarlar bo'lsa, bamferlar, topilmagan plasma sohalarni ham Xudo xolisa garantiya asosida qilib beramiz. Plastmassasini hidi kelyapti shu. Yaxshi, lekin mana shu chekish mumkin emas. Zo'r. Do'stlarim, chekmanglar. Sog'ligingizni asranglar demoqchi edim-u, mendan yaxshi bilasizlar. Amerika ochish kerak emas. Va ustaxonangiz mana bu aslida yurak bo'ladi. Har bitta ishxonani yuragi, har kimga bu yerga dostуп yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mijozlarga kirish taqiqlangan. Lekin bilasizmi, bitta gap aytaman. Bitta gap aytaman. Taqiqlamang. Kirish faqat ustalar uchun. Mijoz bu yerga kirdimi, все bo'ldi, usta bo'lishi kerak, shogird bo'lishi kerak. Instrument berib, davay qarashib boring. Shunday. Yaxshilik bilan hammasi zo'r. Оборудование. Ustani usta qiladigan narsa bu texnikasi, jihozi. To'g'ri. Ko'rishlaringiz mumkin. Men bugungi kunda bozorda
top 3 ta qimmatlik bo'yicha, ya'ni eng yaxshi apparatlar bo'yicha bittasi 22 ta apparat. Mana bu bilasizmi qanaqa? Avtomat Kalashnikov, Toyota'day bu narsa. Da. Buni Bu o'zim buzilmaydi. ishlatib bildim. Endi meni ishxonamda ikkita bundan turibdi. Mana bu pechka olganiz. Mana bu pechka olganiz juda ham yaxshi bo'ldi. Ichiga Kamida 6 ta. Uzoq bilan farani razmeriga qarab 4 ta, 5 ta, 6 tagacha ketadi. ishingizni takomillashtirasiz. Bu juda ham yaxshi. Xo'p. Endi eng katta dardingizni ayting. Eng katta dardimiz asosan hozir bilet sohasi rivojlanyapti. Kim bildi, kim bilmadi, kim boshlagan, o'zi asosan farachilik qilinadigan ishni boshqa kasb egalari ham qilyapti. Kecha kuzovshik, bugun farachi. Вот, elektrik kecha pult qo'yapti, oldi farasini попутка qilib ketyapti. O'sha bizning sohamiz asosiy to'g'ri chiroq bo'lgani uchun biz asosan bilet to'g'ri chiroqlarni o'rnatayotgan paytimizda boshqa kasb egalari ham bilib bilmasdan, balki bilar, balki bilmasdan noto'g'ri chiroq o'rnatishyapti. To'g'ri deb klientlarga aytib, xalqqa aytib, bizning asosiy muammoyimiz hop, fikrni to'g'ri qilib olish, xalqqa yetkazib berish, to'g'ri chiroq qanaqaligini. Siz bilasizmi? Men bilaman. Xalq biladi hamma narsani. Xalq yo'q. Ko'p odam ko'p narsani biladi. Bilmaydigan odam kam. Mana masalan, даже yoziladi-yu, chekish o'ldiradi deb. U pachkada yozilganda kommentariyda yozinglar, nima siz bilmaysizmi? Chekish o'ldiradi haqiqatan. Lekin bilib turib baribir qiladi. Bu meni fikrim bo'yicha madaniyatsizlikka kiradi. To'g'ri. Ya'ni sizni dardingiz mijozgacha yetkazib berish shu narsani. Berish, to'g'ri. Keng, to'g'ri narsani yetkazib targ'ib qilish. Faqat biz emas, xalq bilan muloqot qiladigan boshqa ustalar ham bilsin, to'g'ri chiroq nimaligini, ma'lumotga ega bo'lmagani. Shu. Bilasizmi, biron kishiga hech qachon hech nimani o'rgatish u o'lim bilan bir xil. Ko'rim. Lekin o'zingiz o'rnak bo'lsangiz, odamlar orqangizdan yuradi. To'g'ri. Ya'ni masalan, bironta sport bilan shug'ullanadigan sportsmen odam bo'lsa, hech kimga aytmaydi-yu, sport qilinglar, u qilinglar, bu qilinglar. O'zini oltin medallarini, mana shu davlat bayrog'ini ko'targanida, yutuqlarini odamlar ko'rib, men ham sportsmen bo'laman deb yuradi. Men masalan o'z tajribamda o'zimga noto'g'ri narsalarni ravo ko'rmayapman va meni mijozlarim ham, ya'ni Avtobotda mijozlari o'ziga noto'g'ri narsani ravo ko'rmaydi. Chunki bu qadriyatni tushiradi. Albatta. Biza masalan siz ham hozir shu yerda ishlab, ya'ni to'g'ri narsalarni qilyapsiz-ku, siz farachi emassiz. Siz yo'llarni xavfsiz qiluvchi odamsiz. Bu juda ham muhim narsa. Buni ma'naviy tomondan, savob tomonidan bu juda ham katta narsa. To'g'ri. Asosan o'zi kasb tanlayotganda odam bitta pul topish yo'nalishini emas, o'zi ikki tomonni o'ylash kerak. Oxirat uchun ham xizmat qiladigan ish. Bu yoqda daromad ham keltirib, sababini qilib bola chaqa boqadigan ham ish o'zi. Kasb tanlayotganda. Endi siz juda ham uzoq muddatli o'yin deyman, долгоиграющий игра. Ya'ni uzoq muddatli biznes qurmoqchisiz degani. To'g'ri. Shunaqa. Bu juda ham zo'r. Endi mijozlar haqida gapirdik. Ikkinchi muammongiz nima? Ikkinchi muammo, hop. Safimizni kengaytirishda nima to'g'ri yo'lda? Hozir biz asosan kengayish paytidamiz. Bolalar ko'paytirib, ishxonamizni ozgina kengaytirish paytidamiz. O'shanda siz endi 6 yillik 6 yil. 6 yillik tajribangiz bor. Bizga aytsangiz, biz ham qilsak. Bitta gap aytaymi? Mana shu yanvardan beri 6 kishi ishdan ketdi bizada. Sizdan. Nega ketdi degan savol bor. Nega ketdi? Bir xillari ancha paytdan beri ishlaydi. Kimdir yaqinda keldi. Eng asosiy muammosi bu qo'zg'olonchilar. Ya'ni sarflaringizda mana shunaqa
problema odam bo'ladi-ku, negativ odam bo'ladi-ku. Ishini 100 yil yaxshi qilsa ham negativ bilan boshqalarni ham aynatadi. Ya'ni 4 ta olma olsangiz, bittasi kasal bo'lsa, ertaga 4 tasi ham kasal bo'ladi. Keyin 4 tasini tashamaslik uchun bittasini yo'qotish kerak joyida. yo'qotish shart. Bu narsa shart. Ya'ni siz hozir kengaymoqchisiz. Kengaymoqchi bo'lsangiz, rus tilida xaos degan gap bor, tartibsizlik, ya'ni xaos. Bardakni kengaytirmang. Ishxonani odob axloq qoidalari, sizning missiyangiz va qilayotgan ishlaringiz. Eng zo'r namuna men uchun bu korzinka. O'zbekistonda nomer 1 magazin bo'yicha ular nima qilib qo'ygan? Ularni biznesi odamdan, ya'ni qanday to'g'ri aytsam, biz nima qilamiz? Ha, o'zimning o'rnimga yaxshi direktor olaman va o'sha yaxshi ishni olib boradi deb o'ylaymiz-ku. Mutlaqo noto'g'ri bu narsa. To'g'ri biznesda direktor nima ish qilishi kerakli ma'lumotlari bor. Ya'ni nechida kelish, obedi nechidan nechigacha va nima narsaga javob beradi. Ishchilaringiz bilan siz emas, qog'oz gapirish kerak. Eng oddiy misol bu yo'l harakati xavfsizligi qoidalari. Uni o'qisangiz, haydovchilik guvohnomani olasiz. To'g'rimi? Haydovchilik guvohnoma oldingizki, qoidabuzarlik qilmasangiz jarima keladimi? Yo'q. Qoidabuzarlik qilsangiz nima bo'ladi? Jarima keladi. Yig'lasangiz, o'zingizni ursangiz yelkangizdan jarima kelgandan keyin nima foydasi bor? Foydasi yo'q o'sha. Sen o'zing qo'l qo'yganmi? Kelishganmisan? Shu pravo olgan payting amal qilaman, yo'l harakat qoidalariga amal qilaman deganmisan? Xuddi shu narsa. Barcha narsalar hammasi yozilgan bu dunyoda, hamma joyda bor. Internetda ham bor, hamma joyda bor. Men hozir sizga Amerika ochib berayotgan joyim 0. To'ppa-to'p. Yozuvchi suvda bo'lgan to'ppa yaxshi. U o'sha biznesda eng kerakli narsalardan. Bu biznesning qoni. Yoshligimda o'zi, mana shu ishni boshlayotgandim. To'xta o'zi, bu oy daromad qancha qolman? Qayerga yo'qotyapman degan savol bo'lgan menga. To'xta yoziy shuni. deb yozyapman. Endi o'zi yoshroqman. Уже millionerman deyapman-da, o'zim yoshimda. De, короче, yozyapman, bir oylik hisob kitob qolmay, mana buncha pulga ishlatdim. Darsga kelishga kelyapman, de. Maktab paytimda boshlayman. O'qituvchim turib, o'qimasalaring mana shunaqa usta bo'lasanlar, de. Qo'lim kelmaydi-ku. Endi, de, jim turibman. Ha, kelmaydi-ku. Hozir 5 minut oldin fara ochdik. Mana bu farani ochdik. Hozir 5 minut birga ochdik. Tajribam bilan men hozir bo'lishdim. Mana shu yerga kelib, birovni ustaxonasiga men tozalaganini qaranglar. Mana buni men tozaladim hozir. Farani ham men ochib berdim. Endi bu oson fara, lekin oson farani ham ochish usullari bor. Oson bo'lsa ham, osonni ideal tariqasida shunaqa ochishi. Xullas, gapimni qo'l germetga turibman. Endi sindoshimni turg'izib, o'qimasang nima bo'lasan? Mana bunaqa bo'lasan, mana usti bo'lib yurasan-da, mana bunaqa bo'libdi. Endi hisob kitob bor menda. Oyiga nechta pul topganman. Ustoz, necha pul olasiz o'zi oyligingiz? De endi ichdan o'tdi. Meni hamma oldi. Menimcha, ha, men o'tgan haftamni shunaqa yopinman-da, hisob kitob qildim hozir. Dedim-da, eshitib turing. Ha, u bo'ldi. Maktab bitiryapmiz. O'g'lim bor. Ha, mendan bitta katta sinfda. Ishlayman. Taniyman, shunaqa. Sen hopsan, o'shan shogirdlikka olsang-chi. Na kulishi, na xafa bo'lishi, na xursand bo'lishi. Endi bu hayot yana qaladan. Bu hayot. Demoqchi bo'lganim, yoshroq ukalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, maqsadinglar aniq bo'lsa, ko'zingizga yetsa, xalqqa, o'zingizga, oxiratingizga yordam beradigan narsa tanlayotgan bo'lsanglar, maqsadni ushinglar. Chunki yon atrofingizda siz aynituvchi juda ko'p odamlar bo'ladi. Любой narsa aynatadi. Juda ko'p odam bor. Любой narsa odamni aynatadi. Mana masalan, men Instagramga kiraman-da.
Instagramga kirdimki, men muvaffaqiyatchilarni ko'raman. Endi ko'pini taniyman-da. Haqiqatan taniyman. U aytib keladi, "Ay, sen Instagramda bunaqa yurib, hayotda qarz so'rab yuribsan." Yet. Gapim ichimda qolib ketadi, lekin mana shu narsa o'lib ketyapti. Ya'ni, mana shu aldash bo'ladi-ku, mana shu narsa nol bo'lib ketadi. Chunki любой odam eng birinchi navbat aldashni biladi. Mana masalan siz bilan qachon tanishganmiz? Noyabrdan. Noyabrdan beri endi kelib ketasiz ishxonamizga. O'z taassurotlaringiz qanaqa? Yo'q, juda yaxshi. Birinchidan boshqa hamkasblar endi nima desam bo'ladi? Ochiqlik eng asosiy fishka sizni, ochiqlik. Bitta narsa bo'lay qolganim, tushunchamiz o'xshashligi qattiq. Ochiqlikda birov sizni molingizni olib chiqib ketmaydi o'g'illar, rizqingizni. Rizqga ya'ni hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Bular nima dedilar? Yoshim o'tyapti. Men o'yladim, hamma ishni o'sha sifatini oshirdim. Endi nima qilish qoldi dedilar menga. To'g'riman javob berdim. Nima qilish qoldi desam, endi men yordam bermoqchiman-da, hammaga zo'r bo'lsin, ustilar o'ssin O'zbekiston. O'sha katta etapda maqsad qo'yaptilar. O'zbekiston ko'tarilsin deyapti. Men o'zim ko'tarildim, ishim ko'tarildi, ishchilarim ishlayapti. Endi O'zbekiston ko'tarilsin deyapti. Shu narsalarni hurmat qildim. Shuning uchun ko'rdim. Mana bu narsalarni ham sizdan Bu retrofitdan. Retrofit o'z kimga kerak bo'lsa, men bilan murojaat. O'sha знаменитый bo'libdi. Istoriyani retrofitdan oldingizmi? Retrofitdanmi bu? Ha, retrofit. Endi maqsad boshqada, retrofitda soqqa emas. Shunaqa. Mana konkretni aytaman. Mana shu narsa dastavkasini o'zi $600 sal oshiqroq bo'ldi. Og'ir. Bundan kichkinasi lekin Xitoyning o'zida, bundan kichkinasi mana bunaqa keladi. $450 oshiqroq turadi. Endi men ko'rgan joyim. Ya'ni faraz qiling 1050 bilan tushadi, bundan kichkinaroq. Ozgina raznica bilan bu. Shunaqa. Mana shu narsalarni olishingizga nima sabab bo'ldi? Ya'ni usta baribir ustani baribir asbob qiladi. Ustani asbob qiladi. Eng katta mana ochig'ini aytaman, buni olishimdan sabab menga nima zarur o'zi, palon pulga apparat olib o'zida tegi mana 3,5 yil mana shunday ishlatganman. Ochiq bekitmasdan nima kerak? Farhod nima deydi buni? Bilmadim. Farhod o'rtog'im, bundan oldingi rolikimni ko'ring, Farhod bilan chiqqan. Mana buni unitazga girmaytik deydi u o'rtog'im. Endi hazil tariqasida, bu albatta birovni kamsitish emas. Nima uchun? Xo'p, 3,5 yil buni ishlatdingiz. Xo'p, qarang, 3,5 yil buni ishlatdim. Misol uchun 100 ta farq qiladigan bo'lsam, yigami yoki oyidami 100 ta farq qiladigan bo'lsam, 15 ta odam qaytib keldi. Nimaga? Fara parlangan. Men 6 oy garantiya asosida как положено garantiya beraman. 15 ta dona odam qaytib, o'shalarni gap qulog'imga tegurgandan keyin 85 ta ishim zo'r chiqyapti bo'lmasa. Stabil zo'r ketsam bo'ladi, mana shuni ishlatib. Yo'q, 15 ta odam ham narushение qilib kelmasin oldimga. Ani mana qilsam parlandi, germetkin degan demasligi uchun buni oldim. Endi bu 6 oyda, 1 yilda nima bo'lishi mumkin? Ayyo, 1 yil o'sha bilmadim. 1 yilda mashinasini sotib oldim. Bizda shu. Endi mana shu narsa o'tmaydi, chunki o'sha odamlar 1 yilga mashina olmayapti. 3 oy, 3 yil, 4 yil, 5 yillab to'lashga olishyapti. Ha. Shunaqa. Avval mashinadan foyda ko'rardim-da men. Har yil almashtirardim. Avval rasa qilish. Hozir 61 mingga olgan mashinam ketsa bir 40 mingga ketadi. Zo'r ketsa. Adak 35 ming. Shuncha 1 yilda. O'zi u paytam o'tdi. Oldingiga. Siz kengaymoqchi bo'lsangiz, tizimiz bo'lishi kerak. Mana masalan Nurmuhammad Fara Center va tizimlashtirish. Imkon daraja tezroq хотя бы YTT oching o'zingizga va ishchi olasiz-ku ishga. Eng birinchi navbat uni ofitsial tarzda qog'oz qalam bo'lishi kerak. Chunki hozirgi yoshlar, endi meni tajribam bu, bir xil qaramliklarga a'zo bo'lib, ya'ni qaramliklari borda, endi taqiqlangan moddalar. O'sha payt nafaqat sizni kerak bo'lsa uyini sotadigan bolalar bor. To'g'ri.
qog'ozda siz kelishgan bo'lishingiz shart. Endi hujjatlarni qilib tajriba sroki bo'ladi, tajriba vaqti bo'ladimi, qog'ozda bo'lishi kerak hammasi. Bu judayam kerakli muhim narsa. asos, biznes asosi o'zi qog'ozda. U ham mayli. Yangi ishchi keladi-ku sizga. Uni pasportini oling, kopiyasini va imkoniyatingiz bo'lsa, men uni tarixini ko'rishga harakat qiling. Ya'ni endi men anig'ini bilmayman qanday hozirgi kunda. Masalan, avval bir mehmonxonada ishlaganimda men o'zimni profilaktika inspektorimga borardim. Odam bilan mana shu odam, mana pasporti, u keyin nimadirlar so'rab berardi. O'sha payt masalan odam qidiruvda chiqishi mumkin, jinoyatchi bo'lishi mumkin. Alimentchi bo'lishi, endi aliment strashda emas, qanaqadir damashli arrest bo'lishi mumkin-da. Bo'lishi mumkin. Sudimiz kimligini bilmaysiz. Bilmaysan. Sudimiz bo'lishi mumkin. O'sha payt masalan, o'sha payt bir 15 yil oldin profilaktika inspektori menga aytardi. Unday qila olasan, unday qila olmaysan. Chunki hozirgi kunda bizga tinchlik kerak. Masalan, hozir ham kim biladi, mana shu temani yozaveringlar kommentariyada. Mabodo profilaktika inspektorlari meni ko'rgan bo'lsa, hammalaringizga alangali salom. Mana shuni qanday hal qilsak bo'ladi, to'g'ri. Bugungi kunda aytsangiz zo'r bo'lardi. 3-mavzuga o'tamiz. Yana nima sizni bezovta qilyapti? Xo'p, sotuv bo'limi, tovar sotish. 3-temamiz asosan insonlar bilan muloqotda. Kelayotgan odam, siz birinchi odam bo'lmaysiz. U ko'p joylarga borib, do'konchilarni ham gapiga uchib kelgan bo'ladi. Mana hozirgina chiqarib olgan mashinamizga bilet modul berilgan do'konchilar. Endi ma'lumot bo'lish kerak, asosan sotayotgan narsangizni nimaga ishlatsangiz bo'ladi, nimaga tushadi. O'sha ma'lumot o'rnida u ma'lumot bermasdan sotgan. Zo'r narsa degan bo'ldi. Bizda bor original degan so'z. Bilet bo'lsa bo'ldi, bilet. Original, okey. Eng zo'ri shu. Javob. Shunaqa javob. Ertaga kelsang shunaqa. U sotuvchi o'zi ishlamaydi. Shunaqa. O'sha yomonlashmas, просто klientlar ko'ryapti, misol uchun hamma odam ko'ryapti. Klientlar bo'lsa asosiy mutaxassis bilan maslahatlash kerak. Bitta gap aytaymi? Endi qarang. Shaxsiyati. Endi qarang. Mana shu pul uchun hozirgi kunda odamlar shuncha qarg'ish olishga tayyor. Minglab qarg'ish olishga tayyor. Eng oddiy misol bu pulni ushlab turing. Mana bu masalan Zimmer H7 masalan Nexia 2 ga bo'ladi. Bo'ladi. Chunki Trekkerga bo'ladi. Amerikanka anaqalarga bo'lmaydi. Ko'zga tushadi. Pulingizni olib, mana buni tumankaga qo'y deydi. Mingtalab odamdan qarg'ish eshitib yuradi. Birinchi navbat sotgan odam, ikkinchi navbat ishlatgan odam. U bilsa bilmasa baribir qarg'ish oladi va o'rnatgan odam. To'g'ri. Mana shu narsa uchun, mana pul uchun 3 ta odam mingtalab odamdan qarg'ish oladi. Bu uchun stoyitmi, ne stoyitmi? Ne stoyit. Bu oddiy misol, bu oddiy narsa. Xo'p, davom etamiz. Bilet bilan keldi mijozsiz? Keldi, ma'lumot. Unda endi kim ma'lumot bergan, u bilet unga tushadi yoki yaxshi deb endi biz aytmaymiz, misol uchun o'zimizni tovarni birinchi o'chirib tiqib ketmaymiz. Mana sizning narsangiz, mana bizning narsamiz. Ko'ring. Sizga tushadigan mana bu narsa. Xohlasangiz mana shu tovarni oling deb, qayerdan bo'lmasa olib kelib bering, men qo'yib beraman. Bizdan sotib olishingiz, misol uchun majbur emassiz degan maqsadda. Deb jo'natasiz, yo'q, mashina qo'yib ber. Yo'q, mashina qo'yib. Ertaga qo'yib beramiz. Faram tepaga chiqmayapti. Chiqmaydi, u yerda katta narsa turibdi. Joyiga mos emas. Misol uchun. Yoki faram yaxshi yoritmayapti. Kichkina narsa qanaqa yoritib bersin? Mana buni ko'p sotuvchilar aytadiki, zo'r narsa. Lekin ko'zga shunaqa zarari borki, haydovchini ko'zini o'ziga. Sabab ruldagi odam o'ziga qarama-qarshi emas, oldin ruldagini odam. Buni yonishi ko'k spektrda, ya'ni 400 nanometrdan ko'proq spektrda yoritadi. Va o'sha nur ko'zni sitchatkasiga ko'proq boradi, odamni charchatadi.
Bilganmisiz buni? E'tibor qarataver. Ha, mana masalan uyni lampochkasi sutday oq. Bunda odam bunda kamroq zarar odamga. To'g'ri. Lekin mana bu ko'm-ko'k yonadi. Mana bu narsa ko'zni ko'r qiladi. Ya'ni mijozlaringizni shunday qilish kerakki, mijozlar sizdan kelib sotib olsin, to'g'rimi? Maslahat olsin, asosiysi. Bunaqasiga. Tushundingizda? Mana men qildirma misol uchun xohishi bo'ldim, mutaxassis. Misol uchun siz non olibsiz-da, non, mazali non, Fransiyaga bordingiz, non. Pekarniga kirasizmi? Yo'q, doktorga boraman. Ha, ana yashang. Yo, borib unchiga borasizmi? Misol. To'g'ri. Mana, unga bormaysiz. Navoiy oldiga borasiz. Endi unchi yaxshi un sotishi mumkin. Ha, ana. U un sotadi yaxshi unni. Uning uchun Navoiy bo'lib borishingiz kerak unchini oldiga. Yaxshi unni so'rash uchun. To'g'ri. Shunaqa narsa. Bu ham juda ham dolzarb mavzu. Juda. Ya'ni masalan o'zimizda juda ham ko'p bo'ladi. Mijozlarimiz manda bo'lgan, avtobotda bo'lgan narsa, mijoz kelyapti-da, linza bilan. Qayerdandir olgan linza olyapti. Men qo'yib beryapman. Вообще muammo emas. Keyin mendan so'rayapti, o'rnatgandan keyin. Bu linzangiz nechi pul deydi? Kedim. Shunda price soldiga olib boraman. Mana linza, mana puli. Bo'lib qoladi. Ya'ni, nima bo'ldi desam agar, aka men buni qimmatroq oldim sizdan ko'ra. Bo'ldi, bu linzangizni bering, men borib topshirib kelaman. Yo'q dedim. Stop. Endi olding. Stop dedim, chunki men faqat shu ildizidan olaman har bitta narsani boshqa joyda bo'lmasligi uchun, chunki bizani bitta oddiy misol, masalan, mana bu narsa 4 yil oldin $57 edi, $47 edi originallari. Hozirgi kunda endi bu bilmayman, bir $15-20 ga sotib olasan-da bu narsani. Shunaqa. Lekin unisi qo'ymasdi, bunisi qo'yib yuradi. Lekin birga bir hammasi. Birga bir. Hammasi birga bir. Xuddi shu narsa va siz eng asosiysi siz aldamang bo'ldi. Hech qachon aldamang, o'zingizni shu tasmangizdan yuravering. Shunaqa. Odamlar ishonadi. Masalan, mijozingizga g'amxo'rlik ko'rsating. Ya'ni o'rnatgandan keyin raqamlari bor. Telefon qiling, aka yaxshimisiz? Farangiz qanday? Yo'q, qilaman, lekin buni qilaman. Ayniqsa yomg'irli paytlar bo'ladi-yu. Alo, yaxshimisiz? Ha, esladingizmi? Ha, yaxshimisiz? Yo'q, uka, zo'r. deb hayron, usta qilyapti. O'zi ana narusheniya qilib o'zi ustiga yiqilinadi, usta ko'tarmaydi. Yo, naborot. Alo, ha, yaxshimi, Faris? Ha, olib keling. Nimadir bo'lsa olib keling, garantiyasi bor. Bo'ldi, okey. Yana boshqa fari bor deydi. Keyin sirazi xijolat bo'lgandan. Yaxshi narsa, qadriyatni ham oshiradi. O'zaro endi siz fara sotmang-da, bilet sotmang-da siz. Qadriyat soting. Qadriyat ham sotmang. Umuman biror narsa sotmang. Mijozni, dardini to'g'irlang. To'g'ri. Masalan, farm biznes bor. Farm biznes, ya'ni farma. Ya'ni dori vositalar. Farmatsevtika. Shunga odamlarni dardini yo'qotadigan narsa, haqiqiy dardni. Haqiqiy dardni yo'qotsa, menimcha eng boy kompaniyalar farm kompaniyalar bo'lishi kerak. Menimcha. Siz ham xuddi shunday o'zingizni joyingizda, o'zingizni направленiyangizda, ya'ni yo'nalishingizda mijozlarning dardini eshiting va dardini hal qiling. Mana masalan, boshida aytdingiz, bamper, yo'q narsani qilib beramiz. Terib beramiz masalan dedingiz-da, garantiya. Chunki zakaz qilib vaqtidan yutqizgandan ko'ra, kesin yasaladi. Xuddi shunday mijozlaringizdan so'rang, darding nima? Chiqing, ko'chaga chiqing. Men ko'ryapman, bitta faraz parlangan. Aka, bu faraz ertaga masalan hozir menga 200 ming bilan hal bo'ladigan ishingiz ertaga sizga 600 ming, 1 millionga aylanadi. Xitoy farali. Voy, men iltimos qilyapman. Iltimos qilmang. Yo'q,
inson yonib ketasiz, ertaga qiziganda yonib ketasiz. O'zini tajribasini yashaversin odam. Ha, yo unaqa voqea bo'ldi keyin. Xuddi molini o'z xizmatida deb o'ylashdi, keyin yonib ketdi, keyin kelishdi, banfram ketdi, tumanga yonib ketgan. Fara yonib ketdi. Ha, Xitoy fara olib kelgan. Ichiga salon lampochka qo'yildi. Deb prosta taqib beringlar. Men ogohlantiryapman, amaki. Salon lampochka nima uchun tiqgan? Ha, qanaqa salon lampochka? Sarumi? Ha. Egasini o'zi tayyor Xitoy fara olib kelyapti tumanga, arzonchi. Asosan jentralarda jentra oqib ketadi. Oqib tugul, banfir yonib ketadigan. Eri yotibdi. Men aytayapman-da, sizga aytib "Ya, kuymaydi" dedi sotuvchi. Hop, usta aytibdi sizga. Ya'ni bitta savolim bor obunachilarimga, hurmatli obunachilar. O'zingizni tajribangizni aytinglar. Nima uchun shu usta, ya'ni mutaxassis degan gap achchiq bo'ladi, lekin ayrim aldoqchi odamlar aldasa, shirin bo'lib o'shani gapiga ishonib yuradi bir xil odamlar. Shunaqa. Iltimos javob berishga yordam beringlar, chunki men masalan hozir bilet temasida, bilet temasi bor. Ko'zga zararini men isbotlab beraman. Endi hamma aytadi-yu, masalan, sanda qimmat yoki yana nimadir. U gapni bilasizmi kim aytadi? Qadriyatingni tushunmaydigan odam aytadi. Foydasini bilmaydigan odam aytadi. Meni ham gapim bor-ku o'zi. Insofsiz usta deb nimaga aytiladi? Bilmayman. Insofsiz usta deb men bilsada kommentariyada yozsin. Insofsiz usta deb sifatsiz ish qiladiganga aytiladi. Qimmat qiladiganga emas. Qimmat qilib turib ishingizni toza qilsangiz, hech kim sizga aytmaydi. "Voy, ani insofsiz ekan" deydi. Undan ko'ra qimmatchi ekan deydi. Yo'q, yaxshi ol, lekin toza qilib beradi. Mana yurtni cho'tki. Siz men 200 mingga qiling shu farani, lekin dabdala qilib bering. Insofi yo'q, 200 ming oldi mendan deydi. Parlanib yotibdi deydi. To'g'rimi? To'g'ri. Insofsiz deb sifatsiz ish qiladiganga aytiladi. Shuning uchun nimaga men apparat men palon pulga oldim? Nimaga men palon pulga sotib oldim? Chunki men yaxshi ish qilish etapidaman. Ani xaltura ish qilish emas, maqsad. O'zimga yaxshi narsa tavsiya qildimmi, klientga ham yaxshi narsa tavsiya qilaman. Oldin o'zimga ma'lum qilib olish uchun, keyin klientga. Mana ko'ring, yaxshi narsa bor. Mana masalan men bu fara ham 2 minutda tozaladik-da, germetikani. 2 minutda tozaladik, top-toza bo'ldi. Ya'ni o'zimiz uchun qildik-ku. O'zimiz uchun qildik. Hayotimiz qaytmaydi-ku. O'sha. Naborat ishni osonlashtirib, ani ustozim aytadilar. Yoshlar bo'lib, har doim yaxshi niyat qilinglar, oz mehnat qilib, ko'p daromad qilinglar. O'shanda vaqtingiz tejaladi, dirdilar. Misol. Bu gap haqiqat, lekin Pareto prinsipi bor. 80% harakat 20% daromad beradi va 20% harakat 80% daromad beradi. Bu oddiy misol tariqasida aytsak, masalan, mana bu yerda 8 kun ishlab, masalan, sen 800 ming so'm ishlashing mumkin. Endi faraz qiling, siz mana shu yerda 8 kun faqat miya bilan ishlab, bolalarni reglamentlari, qog'ozlari, nima qilishi kerak, nima qilish kerak emas, fara qanday ochiladi, qanaqa faraga qanaqa qarash kerak degan reglamentlarni qilib bersangiz, mana shu yerda keyin 10 ta bola ishlaydi, siz esa kompaniya esa strategik muammolarini hal qilasiz. Shunaqa. U yerda ham 8 kun, bu yerda ham 8 kun. Lekin u 8 kun tez tugaydi, 800 mingiz. Bu yerda 8 million so'm bo'lishi hech gap emas. Davomiy. Конечно, ikki xil pul ishlash yo'li bor. Ikki xil. Siz hozir masalan bozorga borsangiz ham, ko'chada yursangiz, kimdir mashina yangi oladi, siz olasiz, "Aka, keling, men sizga bilet qo'yib beraman." Bilet emas, mini led qo'yib beraman. Biletda yoritadi, javob tudashda disko. Endi bozorga boradigan odam bir marta boradi. Yangi mashinada bir marta boradi. U farasi biror narsa bo'lsa ikkinchi marta oldingizga kelmaydi. Mana masalan oddiy misol, mana bu faraga suv germetikdan kirmagan. Germetikdan kirmagan. Men hali ochmasdan sizga bu gapni aytdimmi? Aytdingiz. 1 gram germetikdan kirmagan suvi. Hattoki mana shu yeridan kirgan. Ya'ni mana bu mini led o'rnatgan va shundan suv kirgan.
Hozir kamida mana bunga necha pul beradilar akamiz? Ish 200 ming. 200 ming hali kamida mana bunga Kamida, beradilar. ha, Ha, eng kamida. Eng kamida. Va mana shuni oldiga bordilarmi? Mana shu qilgan odam biladimi zaporot qilganini? Yo'q, yo'q. Yana savol ma'naviy tomondan mana shu kishi hozir tushgan pullari bor-ku. U ustaga uriladimi, urilmaydimi? Uriladi. Birinchi o'zi puldan U tashqari. yerdan qaytadimi yo'qmi cashback bo'lib? Endi bilmadim unisi. Lekin gaplar Kommentariyada yozinglar. Ha, Bu ha. ham savol tariqasida. To'g'ri, savol live yo'q. No, birinchi navbatda pullarni tugul vaqtlaridan hozir yutqizyaptilar klient. Kelib, ketish. Qil. Misol. O'sha asosiy vaqtdan yutqizyaptilar. Mana bir kun hayotimni qaytargan odamga $1 million beraman. Kim qaytara oladi? $1 million men beraman. Men bir kun hayotimni qaytargan odamga. Kim? Hech kim. Так что gapirishga til O'zi ojiz. vaqt tez qisqarib ketgan bo'lsa bo'ladi. Shunda xullas mijozlar haqida, ya'ni qadriyat bering ularga va gapni ochig'ini aytaman. Mijozga siz nima sotasiz, nima qilasiz, nima qo'yasiz, qanaqa odamsiz, hammasi farqi yo'q. Mijozga faqat o'zini interesi bor, o'zini interesi bor. Ya'ni o'zi men nima foyda olaman, men uni oldiga borib. Qachonki siz nima foyda olishini tushuntirib bera olsangiz, o'sha payt mijozlar mana bu yerda очередь bo'lib turadi. Alo. O'qadi. Qor yog'ganda. Shunaqa. Mijozlarni jalb etish yo'li shu. 4-savol. Mana birinchi kunda ko'rishim bilan qilgan ishim sizni anaqangizda. Mana shuni ko'rsatishingiz mumkin. Mana hozir o'zi changli havo, nimadir deb ana bu changi ko'p bo'lib ketdi-yu, changli havoyimiz ana. Changib. Keyin anu endi yomonlash emas, filtrlar sotilishi ommalashib ketdi keyin o'zi deysiz. Ha, havo filtri. Ha, endi yaxshisi bor, yomoni bor, qaqqa moslashishi bor-da, misol uchun. Men hozir qo'yib qo'ysam, u filtri. Mana shu ishdan bitadi o'zi, puldan tashqari o'zi. Bunaqa changli joy. Sodda. Chiroyli. Men xunuk turibdim. Yo'q, chiroyli. Chiroyli. Nimaligini ustili biladi o'zi buni. Havo filtri bu. Bu o'zi aslida katta mashinani havo filtri, motor havosini filtri. Bunga hozir ventilyator qo'yib, mana shu filtrdan havoni aylantiryaptilar. Ya'ni xonada chang kam bo'lishi uchun. Shunaqa. Buni bir 4 yil oldin men avtobotda Instagramda qo'ygandim qanday qilishni. Men sizni ofisni ko'rib keyin qildim. Ha. Ishlatdingizmi? Ishladimi? Ishladi. Zo'r. Hisob. Hisob. Chunki bizning ishda chang zar'ani dushman. Вообще. Gapirmang. Bizning ishda chang dushman. Har doim o'sishda bo'lganman. Kengaytirish, ana qotib qolish menga xos bo'lmagan o'zi. Bitta narsani qildimmi, bo'ldi, ikkinchi etapga o'tish kerak. Siz mana misol uchun faradsiz, to'g'rimi? Kim sizda, usta yaxshimisiz deydi. Ustalar? Yo'q o'zi. Bilmadim. Usta aka yaxshimisiz? Yo'q, to'g'rimi? Sabab nima? Mana o'zingizdan ayting. O'ylamagan ekanman. Mana uy qurilayotgan fundament quriladi. Fundament yaxshi quyiladi, keyin ustiga uy quriladi g'ishtdan. Bizning fundamentimiz hunarga. Ustida biznes turibdi. To'g'ri. Biznesimiz ag'anab ketsa ham, fundament buzilib ketmaydi. Hunaring hech kim olib qolmaydi. Bilasizmi, 2007-yil men Buxoroda Uzdeo bo'lardi. Uzdeo, hali u payt Deo edi, so'ra aytmas edi. O'sha yerda borib uchining bo'lib ishlaganman. Yordam berganman. Men o'zim yaxshi ko'raman mashinani, servisda. Mani ustamni ustasi o'sha payt Tiko bilan yurardi, men Nexia bilan yurardim. 1.5 dons. Men unaqa bo'laydim. Lekin mashinada borardim, ustaxonaga ishlardim, keyin qaytib uyga kelardim. Faqat qo'llarim kir edi. O'sha payt hunar o'rgangan edim. Mana ustozim, o'rtog'im Jahongir Abdushi o'rgatgan menga, men yordam bergan. Shu bo'ldi. Va o'sha payt endi ota-onamning mehmonxonalari bor. Mana yaqin odamlarim bilasizmi nima degan? Bu bolani uyida pul qolmagan, o'shanga borib ishlayapti dedi. Ishlayapti. Yaqinlarim aytgan bu gapni. Oxiri nima bo'ldi? Aylanib 2019-yil 0 ga tushdim. O'zim shaxsan, chunki uydan chiqdim.
Prosta chiqdim ketdim, chunki Toshkentga yashashni niyat qilgan edim. Niyatimga erishdim. Chiqib ketgan bo'lsam ham men millionlar bilan kelganim yo'q bu yerga. $300 prinz bilan kelgansiz. $300 bilan kelgan. Ha, yordam bo'lgan. Lekin o'zimni hissiyotlarimni o'ylang, men masalan sen 1 oy oldin mehmonxonani yurg'izyapsan, kuniga daromad zo'r. Va shuni bo'lyaptiki, daromading yo'q. Yo'q, keladigan joy. U yog'i bilmaysan nima bo'ladi, u yog'i qorong'u san uchun. Miya uchun qorong'u bu o'lim bilan bir narsa. Keyinchalik men nima qilyapman? Xudodan so'rayapman, Xudo menga yaxshi joy berdi. Va birinchi tochkamni Maksim Gorkiyda ochgan edim. O'sha yerda 6,5 yil ishladim, toki arendamni ko'tarmadi. Mana shunaqa darajagacha arendani ko'tardilar. Bizda juda katta narsa. Arendatorlar bu ishni qilmaylar. Ya'ni qarg'ishda qolib ketasizlar. To'g'ri. Qarg'ish bu eng yomon narsa. Eng yomon narsa. U gap yo'q, ishlasan, lekin kelishuv bo'yicha. Ya'ni sen bugun xohladingmi, arendani ko'tarish, bo'ldi, 1 oydan keyin arendani ko'tarmayman degan gap bu вообще yomon narsa-da. Arenda ham qanaqa bizada bo'ladi? Masalan, do'g'rida 1 million yoziladi, aslida $500 bo'ladi. Sen $400 naqd berasan, to'g'rimi? Bitta narsa, mana shu $500, $400 bo'ladimi? Hammasini перечисление qil, do'g'ringni qil, bo'ldi. Ha, hammasini tayin qilib. Bu meni tajribam. Aytdim o'zim, o'sha tochkangiz yopilishi ham menga dars bo'ldi. Tochka meniki bo'lmasa ham, dedimmi? Men yuragim bilan yig'ladim. Lekin keyinchalik men ishlay olmasdim u yerda. U joyning narxi u joyga соответствовать qilmaydi. Men remontlari, даже sheet elektronika bor-ku, hammasini o'zim qilganman, devorlarigacha o'zim qurganman, gipsokarton. Biror narsasiga tegmasdan remontni kakanayiz qoldirib, shuni chiqib ketdim. Endi pastlik qilmaslik uchun. Xo'p dedim, men u joydan men rozi. U joy hammadan rozi bo'lsin. Lekin u yerni bu ishni qilgan odamlardan noroziman. Ya'ni norozi deb yurmayapman-ku, lekin yaxshi ish qilmadi. Yaxshi ish bo'lmadi. Shunaqa. Xo'p, 4-narsaga o'tamiz endi. Xo'p. 4-masalamiz mijozlarni jalb qilish. O'zi konkurentimdan so'rayapman. Konkurentimdan mijozlarni jalb qilish. Qayerda unaqa bo'ladi? Любой joyda. Endi ochiqlik siyosati bu. Shunaqa. Biznesda ochiqlik siyosati hech kimni rizqini olib keta olmaydi. To'g'ri. Mana bu dunyoda hattoki meni badanim meniki emas. Men bu yerda qolib ketadi 2 ga 1 joyda. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Mendan keyin nima qoladi? Amallarim, yaxshi amallarim. Xuddi pulni ishlatsang, senga boradi. Ishlatmasang qoladi shu yerda. Shunaqa narsa-da. Umrini ham shunaqa ishlatish kerak. Qoladigan qilib, u yoqqa foydasi yetadigan qilib, umr ham. Endi o'tga borib kelganlar yo'q-ku, men birontasidan so'ramadim, lekin qayerda. Lekin baribir yaxshilik umid qilamiz. Yaxshilik qilish kerak bo'ldi. To'g'ri. O'zimiz uchun. Qarang, endi mijozlarni bu yerga chaqirish zo'r yo'li. Butunlay hamma joy ustaxona bu yerda. To'g'ri. Bu svetofordan u svetoforgacha. Men bu uch qahramon krugidan Megaplanet krugigacha ustaxona. Hammasi bilan aloqa qiling. Hammasi bilan aloqa qiling. Bitta daftar oling, hammasini kontaktlarini oling. Ertaga bitta notebook qo'ying, Excelda oching. Kim, qayerda, joyi qayerda. Borib keling oldiga bir marta. Tushuntiring, mana bu meni joyim, mana bu ishlarim. Menga hozir yordam ber. Men ertaga men ham senga yordam beraman. To'g'ri. Ya'ni boshqa ustalarga qadriyat bering. To'g'ri. Atkat, soqqa beraman, u qilaman, bu qilaman desangiz, kimgadir o'xshaydi bu narsa, kimgadir yoqadi bu narsa. Lekin sizdan keyin boshqa odam ko'proq pul bersa, u bilan ishlab ketadi. To'g'ri. Mana usta akalar ko'rib turgan bo'lsa, qanaqa bizga foyda berishi mumkin, qanaqa yordam berishi mumkin desa, insonlardan unaqa narsa bor. Biz yaxshi farq qilib bersak, idealni maza qilib yuribdi, telefon qiladi, fara bo'yicha emas. Mana bunaqa mashina, mana bunaqa bo'ldi, qaysi ustiga boray deydi. Mendan so'rayapti. Begona
Nimaga? Chunki yaxshi ish qilib berdimi, demak u yaxshi narsa tavsiya qiladi. Shunday. Mana masalan, menda hozir signalizatsiya qo'yishim kerak-da mashinamga. Men bitta ikkita joyini bilaman xolos. Shunaqa, o'sha qanaqa imkoni bor yordam berishni deydigan ustalar bo'lsa, savoliga javob tug'iladi unaqa savol o'zi. Masalan, ustaga qanaqa qadriyat berishingiz mumkin siz? Ya'ni siz uni ishini hal qilib berasiz-ku. Ertaga o'sha ustani klientni oldida, mijozning oldida obro'yi oshadi. Men masalan hozir 2019-yil Toshkentga ko'chib kelganimda, lekin men bundan ham ko'p yil do'konlar bilan oldi sotdi qilganman. Men ko'p odam taniydi-da bu yerda. Va o'sha yerga borganman. Agar menga hozir yordam kerak, iltimos yordam bering. Ya'ni masalan, bu narsa berib turing, men sizga qilib beraman. Hech qanaqa pulsiz, hech qanaqa zalogsiz menga berardi mol. Men keyin pulini berardim. Ya'ni obro'yim. Mani obro'yim mana shu eng yomon vaziyatdan shundoq meni olib ketgan. Mard odamni hayotida любой narsasini olib bo'ladi. Barcha narsasini yo'qotadi. Lekin bitta narsasini o'zi tili bilan chiqarib beradigan narsa bu obro'y. Ya'ni aldoqchi bo'lish, neseryozni bo'lish, böyle u odamning obro'yi qolmasa, bir kun kelib bir kun mana shu narsa o'zini yanada botqoqga tiqib qo'yadi. Xo'p, ustalarga qanaqa qadriyat berishingiz mumkin? Ya'ni ishini zo'r qilib, ustani obro'yini ko'tarishingiz mumkin. Mana bu yerda ustaxonalar. Masalan, mana bu yerda do'konlar bor. Korpus sotadi, shisha sotadi, bamper sotadi. O'shalarga ayting. Mana bu yerning o'zida kuzovshik ustalar bor. Juda ko'p. Juda ko'p. O'shalarga chiqib ayting. Bitta reklamangizni qiling. Kafolatli. Keyin kafolatingizni ham og'izda emas, qog'ozda bering. Demak, hozir mana shu yerda hech qanaqa pulsiz reklama bu ustalar, kuzovshiklar, do'konlar va o'rtoqlarimiz. To'g'ri. Biznesingizni halol, pokiza narsa bilan ko'tarsangiz, ertaga shu narsa siz bilan yaxshi o'ynab beradi. Sarafanli radio deydi. Shunday. Shunaqa. Biz bitta shaharda bo'lsak ham, sizni o'zingizning mijozlaringiz bor. Buni o'zini mijozlari bor, uni o'zini mijozlari. Karvon ko'p rizqi bo'laydi. Bozorga tushsangiz, bitta narsani 10 ta odam sotadi. 10 ta emas, 100 ta. O'zi 110 ta. Biletni o'zini qancha odam sotadi? Voy. Bu dard, lekin bilasizmi? Bilmaydigan narsangni sotish, bu ham dard. Shunaqa. Xo'p, endi 5-savolga o'tamiz. 5-si keldi. Endi men sizga savol beraman. Yanada o'sishingiz uchun sizni barcha mollaringizni ro'yxati bormi? Bor. Kunlik hamma hisob kitoblar bor. Hisob kitoblar. Nima sotilyapti? Aha. Bor. Ya'ni kassangiz bor-a? Bor. Kassa alohida, sizni cho'ntagingizdagi pullar alohidami yoki birgami? Yo'q, alohida. Alohida. Chunki orada qo'shdim. Endi qilib ko'rdim endi. Rasvo bo'lib ketdi lekin. Ani o'zbekchada gap bor, davlatning juni bilan shaxsiy junni aralashtirma deydi-yu. Xuddi shunaqa gap juda. Chunki cho'nchaga kirgan pul yaqin bo'ladi ishlatishga. Mol sotildi, spiska, nima sotildi, hamma. Necha pulga olinadi, hamma. Dastavkasi necha pul, hamma. Necha pul ajratish kerak, tars. Bo'ldi, sof foyda necha pul, yoz kuniga. Hamma narsa. To'g'ri. Endi men sizga bitta narsa aytaman. Siz o'zingizga mana shu yerning o'zida oylik belgilab qo'ying. Chunki ertaga o'zingizning o'rningizga baribir direktor olasiz. O'sha direktorga qayerdan pul berasiz? Siz o'zingizning oyligingizni unga berasiz, siz esa daromadingizga yashab yurasiz. Endi hozir eng katta tajriba aytdingiz. Cho'ntakka kirgan soqqa yaqin bo'ladi. Ishlatishga. Ha. Ertaga birovni ishga oldingizmi? Hisob kitob bo'ldimi? Kassangiz bo'lishi kerak. Kassa anaqada. Qulfda va hech qachon pul olib yurish, ishxonaning pulini olib yurish cho'ntakda bo'lmasin. Men qo'ydim, tilim ham qo'ydi, o'zim ham qo'ydim. To'g'ri. Chunki odamlar juda ham yaxshi o'zi aslida.
lekin vaziyat bo'lib qoladi. Masalan, cho'ntagingizda birovni puli bo'lsa, hozir olaman, keyin oyligimdan qo'yaman. Mana shunaqalarni hisoblasang, bittasi bor mendan qarz bo'lib ketdi. Hozir qo'yaman, hozir qo'yaman deb. Endi bu hali men bilganim, men bilmaganim qancha. Ko'p. Endi O'zimizda. u meni tajribam. Shunaqa. Endi oddiy, sodda qilib gapirishga harakat qilaman. Hech qanaqa Amerika ochish tariqasida emas. Oddiy narsani ham ideal tarzda, ideal, mashhur qilib bo'ladi. Masalan, mana shu avtomobil chiroqlarini mavzusini endi biz olib chiqqanda birinchi bo'lib 19-yil, ya'ni to'g'ri chiroq ko'zga tushmaydi, zo'r narsa, narxi mamnuncha. Tekda mutaxassislar nima deb o'ylaydi? Mana masalan bozorga boradi, bozorda $35 ga 35-40 dollarga bilet olib bo'ladi hozirgi kunda. Deydi. $35 ga oladi, $300 ga sotadi, $260 cho'ntagida qo'yadi. Всё bo'ldi. Bugundan men parkovshik emas, men biletchiman. Biletchiman. Bor. Birov hisob kitobini noto'g'ri fikrlarni, g'arazli fikrlab, Bu g'arazli fikr deb hisoblayman. Hech qachon birovni kamsitish emas. Prosta men hazil tariqasida aytdim, men parkovshik biletchi deb. Qarang, toki mijozga foyda bermasang, uni shaxsiy foydasini. Ma'naviy tomondan hech qachon ko'sang o'q bo'lmaydi. To'g'ri. Mana masalan, endi boshqa sohani aytaman. Bir narsa chiqadi, hamma joyda $600 reklama qilib yuradi. Bildim. Bir xil. Keyinchalik, masalan, 2 hafta o'tadi, уже u $600 dan masalan 5 ta sotgan bo'ladi-da. Keyinchalik boshqa sotuvchi olib keladi. $250 dan olib kelgan. Aytmaydiki, akam sen 600 dan sotyapsan. Mana qara. Mana menda bor. Mana 600 dan sotgan. Narxni tushirmaylik-da. Foydani papalam qilamiz. Bizaniki nima qiladi? Men uni sindiraman. Demping. Men uni sindiraman. O'zi niyating noto'g'ri bo'lsa, u foydasi nima biznesni qilish? Shunaqa. Niyat noto'g'ri bo'lsa, sen o'zing uchun bo'lgan, mashhur bo'laman degan, zo'r bo'laman degan, o'zing uchun qilgan, birovni uyiga tosh otmasdan ishlagan. Bizda ayniqsa bozor sohasida. Men masalan bozorga kiraman. Esizdami? Bomba deyiladi. Anaqa svetodiod, lampochka, bomba deyiladi, bombochka. O'shani men $9 yoki $11 dan olgan edim. Dilmurod akamdan Sergeli bozor. Juda ham yaxshi mol olib keladi. Hozirgi kunda u narsa $1 ga tushgan. Ko'rinishi o'sha, ishlashi boshqa. Mana oddiy misol ledlarda ham aytdik-ku. Ledlar narxi o'zi narsa sifat yildan yilga qimmatlashgan. Benzin qimmatlashyapti, mashina oshyapti narx. Yo'q. Bizda pastga. Nabarat. Nima uchun? Sifat tushib ketyapti. Sifat tushib ketyapti. Keyin o'zaro mana bizda sifatsiz narsa O'zbekiston chet elda topsa bo'ladi. Ana yaxshi narsa chet elda deysizlar-ku. Chet elliklar yaxshi narsa talab qilishni biladi. Ana o'shaning uchun ko'p narsa chet elda. Bizda ham yaxshi narsa talab qilsak, yaxshi, ana bu nima tufti bo'lmaydi menga, yaxshisini originalini ber desa, ana o'shanda ham bizda sifatsiz talab bo'lyaptimi? Zakaz qil. Qayerda top, davay olib kelib sotamiz degan narsa bo'ladi. Talab qilishda nima talab qilyapmiz? O'shanga ham qarasak o'sish bo'ladi. Endi biron kun men sizni o'zim bilan bozorga olib boraman. Даже birga borishimiz mumkin. Ham do'konga kiraman. Nima qilaman? Bo'ladimi, yaxshimi? Senga bo'lmaydi dedi. Ket deydi. Shunaqa. Men seni bilaman deydi. Mana elementarno kecha Cobaltga poli qo'yaman. Cobaltimga poli qo'yaman. Yangi oldingiz? Ha. Keyin kirdim, mana shu firmadan bering dedim. Menga qarayapti, aka u narsa yo'q deydi. Nima uchun dedim. Aka u qimmat. Xo'p dedim, nechi pul dedim. Aka yo'q u narsa. Top iltimos dedim. Topgan. Bitta joydan chiqyapti. Aka men topdim $40. Mana bu narsa bor $25.
Shu bo'ldi, olib kel. 40 ga olib kel dedim. Chunki men uni bilaman. Ha, Uni bilaman men, nimaligini bilaman u narsani. shunaqa. Все, bo'ldi. Men uni pul bir marta berasan. Lekin mazasini faqat, O'zingiz qancha miqdorda maza qilasiz? to'g'ri? Shunaqa. Xo'p, do'stlarim, mana shu videolarimiz manfaatli bo'lishini juda ham xohlaymiz. O'shanga sizdan like, kommentariy va albatta podpiskani bosib yuring. Chunki bu boshlang'ich, bu boshida biza keyinchalik undan ham zo'r bo'ladi. Aynan keyingi safar sizni ustaxonangizni biz razbor qilib berishimiz mumkin. O'shanga biz bilan aloqada bo'ling.